Sotuvga tayyor BYD yuvanab eng full versiyasini olib kelib qo'ydik. Opamga, singlimga, onamga eng zo'r mashina olib beraman, budjetli variant. Yaqindagina pravo olishdi degan aka-ukalarimiz uchun BYD yuvanab eng full versiyasini olib kelib qo'ydik. Hozirgi kunda pravo olish o'zi bo'lmayapti. Bizning davrimizda oson edi, lekin hozirgi davrda o'qib, imtihonlarni topshirib olish kerak bo'lyapti. Sizni singiz, opangiz o'zlarining kuchlari bilan pravo olgan ekanlar. Sizdan so'raladigan narsa faqatgina bitta dona mashina olib berish kerak. Shunda qo'ng'iroq qilasiz, pulni chiqarib olasiz, elektron pullarni bersangiz, siz nomlarga rasmiylashtirib beramiz. BYD yuvanab eng full versiyasi. Diska balonlarga ahamiyat beringlar. Xolislar bu rangdan xolislar mokriy bor, head-up displaylari bor, elektron sidinlari bor va panorama tom bor. Bu eng full versiyasi akalar. Xo'p, endi bitta savol. Siz opangizga yoki singizga qaysi mashinani olib bergan bo'larsiz? Kommentariyada yozib qoldiring, chunki oxirgi paytda juda ham ko'p mashinalar bunga konkurentdosh deb qo'yishyapti. Lekin baribir yuvanab ketadigan yo'q deb bilaman, chunki shaxsan o'zim opamga yuvanab mashinasini olib berganmiz. Opalarimiz faqatgina yaxshisiga arzishadi. Metrolarda, avtobuslarda tiqilinchlarda yurmasliklari uchun, degani Yandexlarda yurmasliklari uchun siz shunchagina bitta qo'ng'iroq qilib mashina olib bersangiz, Xudo xolisa inshaalloh duo qilib haydab yurishadi. Bu videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan tanishlarga borib qo'yinglar, kommentariyada fikringizni kutib qolamiz. Mashinaning soni chegaralangan 3 ta dona, aloqaga chiqib qo'yasizlar.